Greenleaf korporatsiyasining iLife brendi ostida ishlab chiqarilgan tabiiy aloe vera gelini tavsiya qilaman. Namlantiruvchi aloe gel. Kichkina upakovka, ya'ni 50 grammlisi. Qarasam kanalimda buni obzori yo'q ekan. Ushbu aloe vera gelimiz xuddi mana shunaqangi kompaktni ko'rinishda sinash uchun oladiganlar bo'ladigan bo'lsa, mana shunaqangi ko'rinishda prosta sinab ko'rish uchun olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, mana shuni tavsiya qilaman. Yuzga ham to'g'ri keladi. Umuman olganda universal. Juda ham ajoyib namlantiradi. Butun tana terisiga va barcha yoshdagilarga to'g'ri keladi. Bu o'zi tabiiy aloe vera gulini sharbati bu. Hech qanaqa ximikal aralashtirilmagan. Ko'rinishi mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Ushbu aloe vera gelini nimalarga foydali ekanligini kanalimda joylaganman. Bu kichkina upakovkasi xuddi mana shunaqangi ko'rinishda bo'ladi. Buni boshni uchidan boshlab oyoq uchigacha foydalari bor. Qo'l kuyganda ayniqsa juda ham yaxshi effekt beradi. Tinchlantirib, tez bitirib, haligi regeneratsiyani jarayonini tezlashtiradi, ya'ni terini tez tiklanishini ta'minlab beradi. Qolaversa, yuzga doimiy surganda erta ajin tushishini oldini oladi. Undan tashqari, agar bosh terisi tagida har xil toshmalar toshadigan bo'lsa yoki donachalar chiqadigan bo'lsa, mana shularga tozalangan bosh terisiga shundan surilsa agar 3-4 marta surilgandan keyin aynan o'sha chiqadigan toshmalarni yo'qotib davolab beradi. Qolaversa, haligi boshdagi qazg'oqlarni ham ketkazib beradi. Yana agar mabodo oyoqda gribok, ya'ni terlashdan hosil bo'ladigan zamruqli kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, tozalangan oyoq terisiga 3-4 marta surilganda o'sha gribokni ham yo'qotib beradi. Bu aytganimdek tabiiy va halol mahsulot. Hech qanaqa ximikat aralashtirilmagan tabiiy aloe vera gelini soki, ya'ni sharbati bo'lib hisoblanadi. Barchaga tavsiya qilaman. Yuz uchun husnbuzarlarni ham ketkazadi, ajinlarni ham yoyib beradi, chuqur namlantirib ham beradi, любой toshmalarni ham ketkazib beradi. Undan tashqari har xil hasharotlar chaqib qizarib shishib ketadigan jarayonda ham 4-5 marta surilganda o'shani ham ketkazib tinchlantirib beradi. Hammaga tavsiya qilaman. Orqasida mana qanaqa qilib ishlatilishi ham, tarkibida nimalari borligi ham bor. Bu videoni batafsil ma'lumotini oldingi katta 100 grammli aloe vera nimasidan ham olishingiz mumkin, batafsil ma'lumotlarni.